Sedanachi Muxtor salomatlik markazidan Prostamix gerbal pastalari. Prostamix prostatit, adenoma va impotensiyaga qarshi kurashda ishonchli vosita sanaladi. U erkaklar quvvatini oshiradi va erektil funksiyani tartibga soladi. Shu sabab u maylsizlikda ham foydali hisoblanadi. Aynan shu ta'siri tufayli u ikkilamchi bepushtlikda erkaklar muammolarini zaruriy yechimlaridan biri bo'lmoqda. Prostamix gerbal pastasi buyrak yallig'lanishida, qandli diabetda, qon bosimi va umurtqa pog'onasi churrasi ya'ni grijani davolashda ham tavsiya etiladi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfola. Xabaringiz bor, Rossiya tomon, aniqrog'i uning NTV telekanali Markaziy televideniya dasturini 1-oktyabr kungi sonida Qo'shma Shtatlarning 23-sentyabr kuni Yevropaga 8 ta yadro quroli bergani to'g'risidagi aytish mumkin bo'lmagan mutlaqo maxfiy razvedka ma'lumotlarini oshkor qildi. Bu ishni NTV kanali bordi-yu shaxsan Vladimir Putinni yoki Rossiya tashqi razvedkasi rahbarining buyrug'i bo'lmasa, hech qachon to'g'ridan to'g'ri efirda e'lon qilmasdi. Bundan tashqari NTV kanaliga bu turdagi xalqaro va davlatlararo maxfiy ma'lumotlarni shaxsan Rossiya tashqi razvedkasini o'zi ataylab Qo'shma Shtatlarga signal bo'lsin uchun bergandi va Qo'shma Shtatlar shuningdek NATO Rossiyani bu signalini to'g'ri qabul qilib, Rossiya ularni sirini qanday ochgan bo'lsa, Oq uy ham NATOni qo'li bilan Kremlni sirini ochib berdi va Oq uy bu yo'lda Italiyaning La Repubblica agentligidan foydalandi. Endi Italiyaning La Repubblica axborot agentligining xabar berishiga ko'ra, 2-oktyabr kuni NATO o'z tarkibidagi barcha mamlakatlarga so'nggi razvedka ma'lumotlari qayd qilingan axborot jo'natgan. Unga ko'ra, diqqat qiling, 2-oktyabr kuni Rossiya o'zini K-329 suvosti kemasini Ukraina urushiga safarbar qilgan. Hozir hammada bir savol tug'iladi. Xo'sh, safarbar qilgan bo'lsa nima bo'pti? Axir Rossiya ilgari ham Odessadagi janglar uchun suvosti kemalaridan foydalangan edi-ku. Javob beramiz. Hozirgi Yevropa tomon yo'l olgan Rossiyaning K-329 suvosti kemasining ichida Poseidon torpedalari mavjud va mazkur torpedalar masofani eslab qoling, 10 kilometr uzoqlikdagi nishonga ham suv ostidan sezdirmasdan yetib borish imkoniga ega. Eng yomon tomoni shundaki, Poseidon torpedalari masofaviy boshqaruv tizimiga moslashtirilgan. Shunday ekan, u nafaqat Yevropa balki Qo'shma Shtatlar uchun ham ulkan xavf sola oladi. NATOni o'z tarkibidagi davlatlarga jo'natgan tezkor axborotida qayd qilinishicha, Poseidon torpedalari bordi-yu unga yadro quroli o'rnatilsa, faqat va faqat New York va Los Angeles kabi yirik shaharlarni tsunami orqali yo'q qilish uchun qo'llaniladi va bu qurol sun'iy tarzda tsunami hosil qilib, hech qanday portlashsiz millionlab kishilar shuningdek yirik shaharlarni yo'q qilish imkoniyatiga ega. Shunday ekan, suvga yaqin hududdagi NATOning barcha a'zolari o'z himoyalarini kuchaytirish kerak bo'ladi. Siz hozir NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning 2-oktyabr kuni NATO tarkibidagi davlatlarga jo'natgan Italiyaning La Repubblica agentligida e'lon qilingan tezkor axborotini eshitdingiz. Bundan xulosa shuki, Rossiya ham endi yangi bo'lajak kutilmagan qarshi hujumlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Endi esa Qo'shma Shtatlarda Baydenni taxtdan ag'darishga urinish boshlanganiga oid xabarga yuzlanamiz. Washington Postning 2-oktyabr kungi xabariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressidagi respublikachilar va nihoyat tiriklar orasidan o'liklarni izlaydigan prezident Joe Bidenga impichment e'lon qilish arafasida turibdi. Sababi, Qo'shma Shtatlarning prezidenti Biden so'nggi kunlarda o'zini tushunarsiz bayonotlari va shu kunga qadar qabul qilgan qarorlari bilan mamlakatni jar yoqasiga olib keldi. CBS telekanalining xabariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar hech bir prezident davrida xalqaro maydonda bu darajada yerga urilgan emas. Ammo Washington Postning xulosasiga ko'ra, Joe Bidenni prezidentlikdan olib tashlash uchun respublikachilarning ovozi yetmaydi. Aniqrog'i, ular hozir son jihatdan vakillar palatasida demokratlardan ozchilikni tashkil qiladi. Agar kimgadir yangilik bo'lsa, eslatishimiz mumkin. Bugungi kunda Kongressda
Senatdagi o'rinlar hisobida Baydenni Demokratlar partiyasi respublikachilardan 9 nafar ko'pni tashkil qiladi. Mavzuni esa Zelenskiyni butun Ukraina aholisi uchun yangi taqiqi bilan yakunlaymiz. 2 oktyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat bo'ylab ilk bor Fox News telekanalining muxbiri Tucker Carlsonni Telegram kanalini bloklashni buyurgan. Sababi esa Tucker Carlsonni boshqa amerikalik muxbirlarga o'xshab Baydenni va Ukrainani yonini olmay haqiqatni gapirganidir. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.